Yaxshi kelib oldinglarmi? Ha, kechagi yukni topshirib oldingizmi? Ha, topshirdik. Ha, men ham topshirdim. Ya aka, kayfiyatlaringiz zo'r. Do'stlarim, va nihoyat 15 yil deganda vatanga qaytadigan bo'ldim. Zo'r bo'pti, havasimiz keldi. Bitta havas qildim. Ilohim, ha. Bu xush xabarni tezda onamga bildiray. Hozir. Aka aytmasdan borsangiz sovg'a bo'ladi. Yo'q. Borgunimcha duo qilib turadilar. Hozir. To'ppa-to'g'ri. So'raysiz, ha. Onani duo qilib turish kerak. Lekin yomon havasim keldi aka. Voy, choylar qaynadimi? Qaynadi. Barakalla. Voy, oyijon, o'g'lingiz. Sizlar barakalla. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshimisiz? Yangilikdan sizlar xabar topdingmi? Qaysi yangilik? Voy, qizingiz sovchilar kelishdi, bolam. Sovchilar? Sen xavotir olma. Sovchilarni kuzatib oling, keyin batafsil gaplashamiz, xo'pmi? Jon bolam. Voy, men Iloyo belingni paqpat qilganda puldan jo'na. Xo'p. Xavotir olma. Juda ham yaxshi joy ekan. Xavotir olma. Xo'p, ona. Gaplashamiz. Xo'p. Yukni olib kelganimiz yaxshi bo'ldi-da. Yana boraman. Ha aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bormaydigan bo'ldim. Sizlarni tashlab ketgim kelmadi. Mayli. Hammamiz ishimizga qaytamiz endi. Xo'p, bolam. Kechroq yig'ilamiz. Ketdik. Hamma ishga bo'lmasa. Musofirman, yurakda bir hadik bor. Bemor bo'lsam, majal bo'lsin, tutmasin. Yaratganim qodiriy parvardigor, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Quloq solgin o'zing ko'ngil zoriga, farzandlar yosh ota-onam qarigan. Ne sinov beroziman u bariga, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Dadajon, bugungi baxtli kunimda yonimda turib, o'zingiz oq fotiha berishingizni juda ham xohlagandim. Voy, asal qizim-ey. Bilasan, uzoqdaman. Shu yerda seni duo qilaman qizim, duo qilaman. Davosi bor, dard bersang tanamga, dardlarimni yillar borib aytmasin. Jabri juda og'ir bo'lar onamga, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Bu qismatni tanlamadim men atayin, peshonamga bitmishing shu men netay. Umrim so'nggi o'z yurtimda tinch yotay, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? Xotining kasal bo'lib qoldi. Nima? Yomon kasal deyishyapti. Saraton. Nima? Nega unaqa bo'ladi? Zudlikda operatsiya qilish kerak ekan. Pul kerak, bolam, pul. Operatsiya? Dadasi, meni kechiring. Onasi, bo'ldi, xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Pul topaman, xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen kuchlisan. Dadasi, sizni qiynab qo'ydigan. Yo'q, hammasi yaxshi bo'ldi. Sen bolalarimiz baxtiga sog' bo'lishi kerak. Operatsiyani tezlashtiraverishsin. Pulni topaman. O'zingiz ehtiyot qiling. Bo'ldi. Sen ham o'zingni ehtiyot qil, onasi. Tushundim. O'zing bilgan o'sha jonu tandaman, o'zing bilgan o'sha
qilaman har ishimda ogohim. Sendan bitta tilagim shu Allohim, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Musofirman, yurakda bir hadik bor, bemor bo'lsam ajal bo'lsin tutmasin. Yaratganing qodiri Parvardigor, o'zga yurtda tanam qolib ketmasin. Shunaqa gaplar. Ha aka. Do'stlarim, mabodo menga biror kor hol bo'ladigan bo'lsa, tanam o'zga yurtlarda qolib ketmasin. Astag'firulloh deng aka. Hali uzoq umr ko'rasiz. Mayli, aytdim qo'ydim-da. Niyatni yaxshi qiling. Hali Boring, ko'p birga ishlaymiz. Boringlarga shukr. Mabodo o'lib qolsam dedim, ha? Oxirgi payt ko'p o'ychan bo'lib qolganlar. Tinchlik bo'lsin ilohim.